محمد نبينا ابن روح هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة دايم biz namozda salovat aytaylik Rasululloh hayotini o'rganib bilaylik Muhammad nabiyna ibn ruh hadina min Makka habibi nuru sata al-Madina doim biz namozda salovat aytaylik Rasululloh hayotini o'rganib bilaylik Ey bizning imomimiz musulmonlar boshchisi siz habibim siz nabiysiz ya Rasululloh risolaning tamomchisi miskixtamning habibi hayotimiz va namozda aytamiz salovat Muhammad nabiyna ibn ruh hadina min Makka habibi nuru sata al-Madina doim biz namozda salovat aytaylik Rasululloh hayotini o'rganib bilaylik Umrimning ilk kunidan onamdan eshitdim men shunday go'zal so'z Allahumma solli alayh iymonda suyukli bo'ldim mehr shafqatga to'ldim so'ng u zotga bog'landim Allahumma solli va sallim va barik alayh Allahumma solli va sallim va barik alayh uyqumda sizni ko'ray Ya Rasululloh yelkangizga bosh qo'yay Ya Habiballoh siz bilan suhbat qurib suygan ummatingiz bo'lay siz habibaman Muhammad nabiyna ibn ruh hadina min Makka habibi nuru sata al-Madina doim biz namozda salovat aytaylik Rasululloh hayotini o'rganib bilaylik Muhammad nabiyna ibn ruh hadina min Makka habibi nuru sata al-Madina doim biz namozda salovat aytaylik Rasululloh hayotini o'rganib bilaylik Muhammad nabiy Allahu akbar Allahu ekber Allah büyüktür Allah La ilahe illallah
poklab. Allohu akbar. Har ne sening izningdan buyrug'ingga bo'ysunar. Allohim sen bo'l desang sahroda gul unar. Daryo to'lib oqsa agar suvlar toshib ketadi. Allohim seni eslab qalbim taskin topadi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allah büyüktür Allah. La ilahe illallah. Allahu akbar Allah. Allohu akbar. Allah büyüktür Allah. La ilahe illallah. Nurga to'lsa bu olam, Allahu akbar. yosh kulgan bo'ladi. Allahu akbar. Nurli bo'lganda odam, Allahu akbar. iymon sabab bo'ladi. Allahu akbar. Marhamating, rahmating cheksizdir bandalarga. Bu dunyoga mehmonmiz, keturmiz dunyoga. Hisobimiz qo'lingda, rahmaylagin bizlarga. Adashtirma yo'lingdan, Zuljalali va ikrom. Allahu akbar Allah. Allohu akbar. Allah büyüktür Allah. La ilahe illallah. Allahu akbar Allah. Allohu akbar. Allah büyüktür Allah. La ilahe illallah. Allahu akbar Allah. Allohu akbar. Allah büyüktür Allah. La ilahe illallah. rahmatullohi alayhi barham sohibi hazrat Amin. turkunchasiligini ado etganiga, islomga rivojlanib har mahallalarda o'z mas'ullarni ado etganiga, mana yangi urushini ado etib o'z mahallalarga qutlug' muborak qilib shu mas'ullarni o'tkar. Shu onamiz qabul qilib, shu nasibni qurib bergan birodarlarimizni ham, shunda xizmat qilgan birodarlarni ham umrga rizqli barakot, qalbidagi ikki dunyoda yaxshi niyat maqsadlarni hammasiga o'ziga yetkazib rahmatga. Akbar.
teşekkür ederim. Lan bir tek de ben yaşlılar Türk olmalı. Insama. Şurası bildim mi? Çok çok var ya. Mandıra batı olayı. Kök. Ha girese ki. Mor yolduk. Ne kaçıyor diyor bırak ki. Selamünaleyküm. فذلك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها سروايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء اللهم صل وسلم وبارك عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اجعلنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اجعلنا hücrete ya Rabbel Alemin. Allah'ım kuluna ihsanlarına, olan ayetlerine, mescid huruzlarının dergahında kabul kıl. Allah'ım şunlardan hazırlığa sağ ol, semalardan cemi köken peygamberlerine, ne kadar da peygamberler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarına, ahlübekleri, sahabe-i sahabelerin tabirlerine, cemi köken evliyalarına, şunlara kadar da biraz aslanlarına, özlerimizi diyarımızdaki her şey evliyalarına, şunlara kadar da az yanımızda duran ömrata, çakırlar, ataların ruhlarına, cemi köken mümin Müslümanlarına kadar da bizlerin vücutta gelişimizde sebep olurken, belki atana Allah'ın şöyle ustalarına,
mescidine hizmet eden nadiliğine ülken ata baba evlat arzanlarının ruhlarını rahmet eyle. Hamelerini mağfiret kıl, rahmet kıl, perverdiganın yayları cennetten olsun nasip kıl. İlaha şu mescidlerden şu mahallelerge asla bakmış okuluğun ruhlarına kıl. Mescidler daim toluk ahli sünnet ve cemaate itikadı da çırağıyla ibadet kılıp kette ecr sağlığı eylem olup cennetin kirişti nasip kılsın. Nasip eyleyin. Uzak yıllar şu mescidler elimizde yurtumuzda hizmet kısım. Bundan düşen sevaplar adı beyni ata babalara, karşı öder hizmetkarlarına ata babalara, kısa boşkalarına ata babalara daimi bundan faydalanıp naflerini duruşuna nasip kılın. İliyani meşgullarlarını kurup dünyada bitkenlerini ruhlarını hem tahrimat eyleyin. Amin. Allah'a emanet. Şu mescid-i münavvarlar bir kema adımına bir kema oğulları yapmışlar tafkirleri makılı değil. Sakat üretler, şular konuşlar makılı. Allah'a Şeyler emanet. diyen babalar, bilmem diye Resul Can'ı diyen babalar, şunlara bir dua koyuyorlar. Özün birini vergenge 700'ü veremendi Kur'an-ı Kerim'de va'dakından. Şu va'dalarının muhafın nadırlığından tapkarlar özün berekanlar. Vergen işlerge ruvaj ergen. Şu an kısa koşman adamın elmanın hazarlarını yani ömrü rızkı ibadetkan işlerge ruvaj. Hemşe yakınlığı yaşap. Atalarının hem Allah Teala'nın hem razılığını tapıştı. Allah'a emanet. Üstte başta ahadisi Turgum'a, damlamız bu, Rubi'ye gelmiş. Nasıl gidiyor? Allah'a emanet. Teala koşakların, Rabbinin oğullarına, kızlarına, bahtiyeri, salih, yavrularına yetişsin. El yurtta yüzümüz yarım, sönümü ıslık olsun. Allah'a emanet. Damarlar, Damla yana bitti bana ağzamanda varken Başlanistan ta şu bugün geçen tikesinin hizmetini yapıyor adamı. Şu adamla dua koyayım. Hemesini koş, amin et böyle. Şu adımlara peki Allah Teala berece hey versin. Ailesi bilen mene şu sebepçi olup da arası şu mene şular ne taf epçiler şöyle yıkılır mene şunlar da becerir epçiler kutlu Allah Teala Oğla ayemeke ve tencereler saksı, imanların selamat kısın. Darısı eliyetke, aksakal ruhu inşallah olsun nasıl. Oğullarına ve kızlarına baksadığını. Oğullar dahi sefer düğünedir. Resul Cem, kelimeler, şerefli ülkelerdir. Allah Teala seferlerini bir heder kılıp oşaları mahli salih oğullar hazırlar. Nasip eylesin diye vereceğlerini arzularını görüp şöyle hem hizmet kemeli ustalar böyle cüde köp adamsız bırakılır. Bir de damlamız ve bahrin damlamız. Nerede şöyle aybe damlamız şöyle hem hizmet kallarını Allah Teala ecir mükafatlarıyla mükafatlar cennette her birleri ibteden hasırlar olsun. Allah'a emanet. Bunlar intifak, insanları kılıçtı, aşılar yanında kirayla. Bu hafçedeki başka nerseklerde epeler diye hemmelerini yardım kılı Allah Teala berkalice heybesi. Şu mescidimiz davru kıyamet geçe işte şöyle hayye ala sola, hayye ala fela namaz vekilileri, nacat vekilileri diye çakıra bozuyor. Hiç kaça yapılmasın. Davru kıyamet geçe şu yerde bazı azamları yayınlar namazları cemaat yok olup cemaat yok oluş Allah olsun nasip eyle ya Rabbim. Şu mescid hizmet kılarlarını yapılarsa ötken ata-analar bulsa emmelerini Allah Teala rahmet kılıp inşallah onlar verir cenneti kasırlarını nasip eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkende kim bir kuş dünyasıca mescid kurada kalmışsa cennette bir de kasırdır her birleri Allah Teala kasırlarını Allah'a emanet. Mal açtık. Allah'a emanet. Yani başkanı bütün salip perverdigarım. Yani mescidlerinde çırağıyla, acayip çırağıyla meşhurdu. Yine evvela şu mescidde hem şu mahalleler değiş vakit başlıyordu, o bir devam olsun. Bana verirse perverdigarım Amin. yurtumuzda, memleketimizde, hem işletimizde, hadislerimizde, yapımızda olsun nasip kılıp, Kırgızistan'ımız hem bundan yakın çırağıyla ruhal olsun nasip eyleyin. Anamız hem hanılarımıza tinçlik olsun. Allah'a emanet. İhtiyacımız Ömer'e tahvide ait veremezler. Olur mu?
Kaynak su duruyor. Atla. Perverdigar, ana Allah kelamında innema yağmuru masacidul yevmil ahir ve akamus salatu zekâ ve la yahşâ illallah ve asâ ulaike muhtadun diye. Maşık kuradı yürüyüşü bandaların biri halas kıladı, biri becaydı, hakeza hammasını inşallah cennete ali kasır diye yaşlılar. Cennetten etaj yüz etajken dereceyken de İnşallah şu cennetlik yaş koylarını bana şükürüm, bana nazbekem Allah veripti. Bana bergen Mevla şu Allah'ın yolunda sünnetke muvaffak inşallah milyon kese Allah 10 milyon nalı ben bana kese Allah veredi. Bu hadisler soraydı da. Bana taştan besin başlayımızdan yaş bir sürü hizmet kaldan diye burada kalbine iman girsin, hanadalığa İslam girsin. Oğul kıza izzet görüş bu ateneye mutlu alırsın. El yurt tinç olur, ahli sünnet ve cemaatte yaş köpeği yüreğiyle, adaşmayla o canlımatlar. Manalı himkellerken etet olaylı. Özümüzü etet kıla yaş olamız. Rahmet tüketsem demlik olup ünösün. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدي والمستعصي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب cümleten ehl-i şam kelimemle katarda bana hazırına cehennemdeki ata Allah'ın ruhlarına kalbi yaşamındadır bedenimdeki ata ana Allah'ın ruhlarına kalbi yaşamışıydı tahminat taşımızda başvurup kaşıvan adımlarla başımızdan mümkün ata ana Allah'ın ruhlarına Beyşabillah var ya Rabbim ben eşkış ülkelerimiz bana yaşayan kaş kalı olup ette şunların baş tuturdu. Ülkelerimiz yanında istikrarlarga barakat, altın başları aman, gazına altında yana şerif hükümde şerif işleri Allah'a peşkeden yaşını Allah versin. Bizge hizmet aşbazlar, bölgana hatun, kette kişiler, mahalle asakallarını, köşkönlerini, kette sözleri, başka şunu. Kette kişiyi yaşamından eder, kitap kılavuarlarda 5 namazı yaşlı köpeği verirler. Allah'a ekber. Amacılık yaşı elinde çıkıveremiz taşıma, kodeş ediyor. Ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allah Teala hamd senalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e duruz salavatlar olsun. Mana muhterem cemaat bugün mana bu Arslanbob diyarida mana yangi yana bitta masjid qurilyapti. Bu eng katta xursandchilik. Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana bunga bu mana Ozarbayjonlik birodarimiz, akamiz Nodirbek degan birodarimiz aka shu kishi qurib berdilar. Shu yerda mana Abdumanap akam o'g'illari shu yerga sababchi bo'lib olib kelib, shu yerda boshida oxirigacha mana Hoji akam bor, shu yerda mana ulug'beklar bo'lib shu mahalla jamoat hammasi shu inshaalloh bitirdi. Alloh rozi bo'lsin. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Innama ya'muru masajid va man amana billahi wal yawmil akhir. Albatta Allohning masjidlarini
Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan insonlargina obod qiladilar. Shu yerda kim obod qilgan bo'lsa, bitta g'ish abiri shu yerda bir kun xizmat qilib qo'ygan bo'lsa ham inshaalloh shu Alloh oxiratga iymon keltirgan inson deymiz biz. Chunki buni Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Shu yerda bu hamma qilishdi alhamdulillah. Biz hozir mana asaqallar hammasiga duolar ichkarida qildik. Alloh rozi bo'lsin. Mahallani va iqboliga, nimasiga mana juda go'zal bo'lib, hozir zamonaviy qilib, hozir hamma narsa zamonaviy bo'lyapti, ko'ryapsizlar. O'sha muftiyatimiz ham aytyapti, masjidlar hali eski duval bo'lsa, yangilaylar deyapti. Alloh rozi bo'lsin. Shunga aytganimizdan sababi Xudo olsa masjidga bu qilgan odam, ihson qilgan odam yoki bo'lsa yordam qilgan odam hech ham kam bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Qaysi bir inson dunyoda qushni uyasicha, qushni uyasi qanday bo'ladi? Mushtay bo'ladi, macha bo'ladi. Shuni uyasicha bir masjid quradigan bo'lsa, bu degani endi kichkina yordam berib qo'ysa deganda bu. U odamga jannatga qasr deyapti. Inshaalloh hammasiga qasr bo'ladi inshaalloh. Shu yerda xizmat qilganlar. Endi masjid shunchalik mana hozir namoz o'qib, ibodatga duo qilib chiqdik. Endi masjid shunday bo'lib muhtaram jamoat. Endi bitta narsa, shuni jamoatini ko'paytiraylik inshaalloh. Masjidi bu chiroyliligi, go'zalligi bilan emas. Mana shu yo'llarda ko'ramiz, mana Bishkekka ketguncha yo'llarda masjidlar turibdi, jamoat yo'q. U masjid min chiroyli usturalardan qo'yib qo'yganman, katta 2 etaj, 3 etaj masjid qo'yganman. Jamoat bo'lmasa, u obod bo'lmaydi muhtaramlar. Shuni jamoati mana bu imom domlamiz bor, mana Fahriddin domla, Aybey domlalarimiz mana Alloh rozi bo'lsin, bosh bo'lib turishibdi. Endi masjidni obod qilaylik. Keyin ikkinchi masala Xudolar shu yerda mana ba'zi bir masjidlarga borsangiz doim to'polanda, mana qayda tortish bo'ladi-da. Alhamdulillah bu yerga ko'p tushganmiz. Biz o'zimiz ham shu yerda kichik imom bo'lib ishlaganmiz. Bu yerda tortish yo'q. Yana ham o'shanaqa narsani yo'qotaylik. Umuman qancha tortish bo'lsa ko'chada qilaylik. Shu mana bizni nimamizda mana muftiyatimiz hozir shu narsani bizga aytayapti. Ahli sunna va jamoa ya'ni Imom Azam mazhabida, Maturidi aqidasida qancha ibodat qilsalar qilaveringlar deyapti. Faqat boshqa narsaga nima qilmaylar deyapti. Shuning uchun Xudolarsa hammamiz bir jam bo'lib bu yerda hammamiz inshaalloh bir yo'ldamiz, bir nimadamiz inshaalloh. Alloh taolo rozi bo'lsin mana shu masjid qilgan akamizga. Alloh taolo avvalo mana o'sha yerda tashrif bu yerda mana xizmatda turgan xodimlardan bitan bolalar mana Sherali qari mana Xudolarsa Sherali akamiz mana Rasululloh mana mahalla ko'y imomlar hammasi Alloh taolo rozi bo'lsin. Xudolarsa yana Xudolarsa shu yerda to'liq namozlar o'qilsin. Qancha inshaalloh shu yerda namoz o'qilgan bo'lsa, davr qiyomatgacha ishlasa inshaalloh davr qiyomatgacha shu o'tganimizdan keyin savob yog'ilib turadi inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Qasrim bir inshaalloh bir duo qilamiz. Keyin Xudolarsa yana gapiradigan odamlarimiz bo'lsa, birikaz aytib qo'yiladi inshaalloh. Amin deb beradilar. Shu masala masjidlarda inshaalloh avvalo hayya alas solah, hayya alal falah, namozga keldi, najotga keldi degan chaqirib paytda hamma to'liq bo'lib namoz o'qishni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Shu masjidning qutlug' muboraklik bo'lsin. Inshaalloh davr qiyomatgacha ishlasin. Shunga qilgan ihson qilgan mana ya'ni qurgan bu birodarimizni o'tgan ota-onalar bo'lsa Alloh rahmat qilsin. Jannat yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilsin. Shu yerda xizmatga ustalarimizni, shu yerda hammalarini, shu mana bechamiz o'tgan ota-onalarni cho'ng'imiz hammalarini shu yerda hammasini nom aytmaymiz, hammalari xizmat qilgan bu yerda Alloh taolo o'tganlarga rahmat qilsin. Hayotlarini Alloh taolo salomat qilsin. Qalbidagi har bir yaxshi niyatni Alloh taolo yetkazgan bo'lsin. Shu yerda doim jamoat bilan o'qib, davr qiyomatgacha inshaalloh jamoatimiz ayrilmasdan shu yerda doim bizni nevara-chevaralar, urfolarimiz shu yerda namoz o'qishni Alloh o'zi nasib etsin. Va sallallohu taala ala xayr xalqi Muhammad va alihi va sahbihi. Hukumat tarafdan ham nima berib qo'ydilar, Jamoatlar qo'yxomasini endi deb pul muborak bo'lsin deb bir xalfaq mana nima qilishibdi. Parvardigor ham shuni pul muborak qilsin. Rahmat. Alloh qabul qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Teala işleriga rivoj bersin, bundan ham boy bo'lib yana ko'p nasiblarni ko'rib, ularning hammasini savoblarga o'zi ham ota bobolarga ega bo'lishini Alloh nasib qilsin. Amin. Alloh.
Meni götür. Meni götür. Hocaga sizga katta rahmat. Mana shu Qur'on ihsonimiz o'qiganimizga qaraganda, sizni yetmish avlodingizga savob yetadiganlar. Sizga katta rahmat. Biz ayol hukumat tarafidan shunaqa rozichilik xatimiz bor edi. Xudo xolasa bular asrlar davomida turib saqlanadigan buyum. Arslonobod ayol aymog'ida sotsiallik ekonomikalik o'nigusini qo'shgan salim uchun Ozarbayjon o'lkasining turg'uni Jeka ishkar Abdullayev Nadir Aji Magomed o'g'liga Arslonobod ata ayol hukumatining atidan rozichilik bildiramiz. Bu Arda Gramata şu mahallen turgunu aktivist Muratcan atman ekan. Qo'mlik ishlarda o'zining aktiv ekanini ko'rsatib, elning kerakini jaragan inson Arslonobod Toza oziq borborining Ars KG kompaniyasining direktori Mamadaliyev tarafidan Arslonobod ayolining turg'uni Ergashev Sherali Abdumanapovich maqtov barachasi bilan siylanadi. Ergashev sababchi bo'lgan azamat kam Alloh ishini olsin. Rahmet Allah razı olsun. Bo'ldi bir gapiradiganlar bo'lsa gapirishsin bemalol. Ya'ni bir gapira olmay qoldim demaylar. Mana jamoatdan bo'lsa ham gapiradiganlar ikkalasi gapirib qo'yinglar hajiga. Yaxshi oldu. Rahmat. Mansurga duo qiling. Xo'p, ayting. Ada Nizamar degan bir bolam bor. Xo'sh. Boshdan ta orqa kadar şu kumu diyor, şagal diyor, iki katırma kelip şu yerlerine bakalım. Şunga bir çırayla dua kılıyla, şuraya böyle baksı açılıp bir yaxşı cübt halaldan nasip kılsın. Amin hep beraber. Şu Nizam Aleyh birodarimiz Allah Teala ömrüsü Allah Teala bereket hayır versin. Allah Teala yahabu limen yeşâ Allah ya Allah Teala cübbelemendiği Allah Teala uşa girem ahli salihe kelirler nasip kılgan olsun. Kalbideki ve yaxşı niyetleri Allah Teala yetkisin. Ötken ata-eneler olsa Allah Teala rahmet kılıyat geleceğler cennet bahçelerde bir bahçede daimi şunaka Xudolarsa yaxshi ishlarni tepasida bo'lib yurish Allah Teala rozi nasib qilsin. Rahmat Allah kelgan mehmonlarga rahmat Allah razı olsun. Yangan deyin, bilasizmi yangan? Şundan sonra sizge çok güzel rahmet varsa aş nima qilib doimiy ish chiqazmayın. Rahmet Allah. Padar kemanda kırmıyordu. Ehsan qilganlarni ham Allah Taala daryoda qabul qilsin. Ustalarni shu yo'qlaganlarni ham Allah Taala qalbida yaxshi niyatlarga Allah Taala. Hop rahmat. Çok rahmet Allah razı olsun. Ustaya aşkalasın, kan olma. Eğer yomaydigan bo'lsa, boyaga uni gunohkor bo'ladi. Hali yomagan. Shuning uchun musulmonning haqqida birinchisi bu salom berishlik. Salomni yoyishlik. Chunki bu salom yoyishlik bir-biriga bo'lgan bir mehr oqibatda o'g'iladi. Doim bir-birimizga salom berishlik birodarlar. Bir-birimizga qalbimizda bo'lgan bir yomon gumon bo'ladi, bir hasad bo'ladi, shunga o'xshagan yomon illatlarni biz qalbimizdan chiqarib tashlaydi. Biz payg'ambarimizning sunnatiga ergashaylik. Bu dunyoda baxt topamiz. Payg'ambarimiz sunnati nima? O'zi aytadilarki, salom berishlik. Va salomga yo'lishlik.
ikkinchisi qachon seni da'vat qilsa, ya'ni bir narsaga taklif qilsa, unga javob beradi. Buni ulamolarimiz har xil aytadi. Nikoh to'y bo'ladigan bo'lsa, nikoh misol uchun valima deymizmi? Rasmga aytilgan bo'lsa, borishligi ba'zi ulamolarimiz farz deydi, ba'zi birlar farz ayn va ba'zi birlari farz kifoya deydi. Bu narsani ko'pchilik bilmaymiz. Endi bu nikoh to'y qilishlik bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnati. Alloh taolo qaysi bir qavmga tinchlikni ato etdiki, o'sha yerda to'y bo'lyapti, nikoh bo'lyapti. Alloh taolo har bir bandaga bir xursandchilikni beryapti. Musulmon inson xursandchiligini boshqalar bilan bo'lishlik kerak. Bu sunnat amal qilmoqchi. Nikoh. Asl narsaga aytganda deydi borishligi va bu to'rala mazhabda ba'zi birlari farz kifoya deydi, ba'zi birlari farz deydi. Asl to'yga aytib borishligi kerak. Bu musulmonning haq. O'zimizga taqvoyimiz tutmasin. Bu ichi-uchiydi. Bu haromlar bu tapardi, bu yetilmaslik kerak. Siz qayerdan bilasiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislariga muvofiq kelib, yo'q deganda bir ovqat yemasangiz ham bir xizmat qo'yish kerak. Aytdimi, yo'q degan xizmatga borish kerak. Hech bir inson men mana bu insonni ustunligini bilmasligi kerak. Buni to'yga borib bo'lmaydi. Bu kasb bunday yoki bunday deb o'zini ustun qo'yadimi? Bu o'zini qalbini tekshirib olishi kerak. Hattoki deydi bizni tariqat yo'lda, mana o'zimizning tariqat yo'limizda birodarlar, siz rasa kechalar turib tahajjud o'qiysiz, 5 mahal namoz masjidda o'qiysiz. Alloh taoloning farz qilgan farzlarni qo'ldan kelib qilyapsiz-ku, lekin sizlar oldingizga ketyapsiz yo'qmi? Bir ichuvchi alkash odam yo'lda yotibsiz. Haliga qarab sen o'zing ustun bilmaganda. Buni oqibatini Alloh biladi faqat. Sen oqibatingni faqat Alloh biladi. Inson qachon bir ustunligini qachon biladi desa, jannatga kirganda. Chunki mana tarixda qanchalik insonlar Alloh taologa yaqinlar, Alloh taologa juda ko'p ibodat qilgan insonlarning oxir oqibati shayton hidoyatini ozdirib, oqibatda yomon bo'lib kelgan. Aytadigan masala birodarlar, shuning uchun qaysiki bir inson sizni hurmat qilib, sizni odam bo'lmay ko'rib bir narsaga aytdimi, haliga albatta javob berib qo'yadi. Sizni hurmat qilib aytsak, siz kim sizni olib olasiz? Yoki o'zini uzrlik so'rab qo'ying birodarlar. Üçüncüsü musulmonning haqqi qachon sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil. Endi Alloh taolo inson qilib yaratgan ekan barchamizni. Ustimizga, boshimizga har qanday bir musibatlar keladi. Har qanday bir sinovlar keladi. Musulmon insonning boshiga bir sinovlar keladigan bo'lsa, ba'zi bir insonlar Assalamu ala mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Ya robbal alamin. Shu aytilgan masalalarga avvalo o'zimiz barchalarimiz amal qilib yashashlikka o'zing hidoyat bering ya robbal alamin. Ikkita dunyo saodatga erishadigan amallarga o'zing muvaffaq qilgin. Bu qilingan narsalarda dunyo va oxiratda foydamizga hujjat qilgin. Subhanaka Allohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanak. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rahmatik. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Mana muhtaram jamoatul muslimin, Allohimizga rozi bo'lsin, chiroyli masalalarni qildik. Mana bir ikkita aytadigan yerlarimiz bor. Xudo hajda so'rayotgandi. Xudo haj, Alloh rozi bo'lsin, 395 ta odam qo'ygan shu rayonimizdan. Hammasi qishloqimizdan 20-30 ta odam qo'ygan, ular yozda to'liq, keyin yangilarni 20-30 ta qabul qilindi. Ular ham 1 soatda to'liq o'sha 23 kun to'g'ri. O'sha kunlarda e'lon qilinadigan.
Doğrusu büyülü hacdiki inşallah hamleler nasip kılsın. Hamleler var kesin inşallah niyet kılıp inşallah ve niyet kıldı. Çünkü umre meselelerini şu muftiyat şu bizge ötküzümlerde imamlar, zan imam ve imam abaradigan bo'lib shu imomlarni muftiyat tomoniga o'tadigan bo'lib shunday ishlayapti inshaalloh. Bu ham o'sha tartibga farq bilan o'sha umra bosqichlar ham har xil belgisiz har xil olib qolmasin deb muftiyatdan egzamidan o'tib imom bo'lib o'sha diplomi bo'lsa shu umra bosqichlarini ham haj bosqichlarini ham shularni shunday qilinadi deb mana muftiyatimizga shu buyruqni aytildi. O'sha egzamidan muftiyatga o'tib ruxsatnoma olib tegib boriladi. İkinci meselemiz muhterem cemaat-i Müslümin. Mana Soyköprü mahallasidagi masjidimiz elhamdülillah eski bir qurilib qolgan edi. Shuni mana yangi qilindi. Shunga bir birodarimiz mana Ozarbayjonlik birodarimiz kirdi. Shu o'zgarga shundan mana madraka Allah razı olsun bu mana musulmon bir birodarimiz Allah nasib qilsa mana o'sha yerda turib bir Alloh taoloning uyini qilib şu yerda sizlarga hijra ochilishi bo'ldi. Juda chiroyli holatda. Hamma sharoitlar bor. Tahoratxona, masalan, mehmonxona, davlat joylarga kelsa, boshqa kelsa, hamma xonalar bilan masjidlar o'ta go'zal. Inshaalloh sizga shu rahmat, shu tashakkur qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu kishiga mana Ozarbayjonga kelib atay ochilishiga ketdi. Buni shu Abdumanoq usta akamiz o'g'illari Rasuljon shariatiga qarorlarimiz ortada turib shu akamizni qo'lda ishlayotgan shu akamiz bir haqqa shu bolalarga bir duo qilamiz. O'shani shu Arslon o'qib masjidga kiraydi. Hamma narsa ko'tarib o'sha mahalla ham Alloh rozi bo'lsin uyishi juda chiroyli holatda bitirdi. Shunga xudo xolasa atay bugun jumada shu yerda bo'lib bir duo aytaylik deb shu yerda xudo xolasa bugun jumada qaytadigan bu ishimiz Alloh rozi bo'lsin. Shu tashakkur xudo xolasa Alloh rozi bo'lsin. O'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandek jannatdagi inshaalloh kim kuchli yasda bir masjid quradigan bo'lsa jannatda bitta qasr berdi inshaalloh o'sha qasrlarni o'zi nasib etsin. Amin. Shu masalaga amal qilishni ba'zan o'zi nasib etsin. Avvalo shu o'zini masjidga mana qurgan mana bu Nodir bergan birodarimiz o'sha she'rlarni Rasuljon birodarimiz o'sha xizmatga hammalari ustalarni urib etgan hammalarini o'sha mahalla ko'y juda chiroyli holatda bitiribdi. Alloh taolo o'sha pul muborak etsin. Davr qiyomatgacha o'sha yerda masjidlarda inshaalloh namoz o'qishni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Hayya ala solah, hayya ala falah. Namozga kelinglar, najotga kelinglar deb chaqirganda inshaalloh chaqirganlar o'sha yerda to'liq jamoat bo'lib o'qishni Alloh o'zi nasib etsin. Shu birodarimizni, Munofirbek birodarimizni o'tgan ota-onalarimizni rahmat qilsin. Yotgan joylarini behishlar qilsin. Har birlariga jannatda yuradigan qasrlarni o'zi nasib etsin. Mana bugun safar yetishib Alloh taolo qaytadigan safarlarga haqiqatan qalbidagi har bir yaxshiliklarni yetkazib o'sha Alloh taolo Payg'ambar sallallohu va'da qilgan jannatlarni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain rahmatga ya rahman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmatullohi rozi bo'lsin. Azon ayting.